Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Marlon Ayur texnik ukamizga turli xil mishalkalar yetib keldi. Hozir bilan to'liq obzor qilamiz. Sizlar bundan oldin kanalimizga bitta like bosasizlar, obuna bo'lsasizlar va kommentariy yozib omad so'zini yozsalaring, bonus va skidkani xaridga qilib beramiz akalar. Hozir bilan to'liq tanishib o'tib ketamiz. 260 litrdan eng kattasi bo'ladi. 200 litrliklari bor akalar. 160 litr va 200 litrli aravachali va 240 litrli aravachali mishalkalarimizdan bor. Hozir bilan to'liq obzor qilamiz. Qani boshladik akalar unda. Birinchi o'rinda 160 litrli eng kichkina mishalkamiz bo'ladi akalar. Buni ko'rishingiz mumkin. Ichki qismi ham ancha keng qilib ishlangan. O'zida dokumentlar joylashgan bo'ladi. Ikkitalik qor berining narsalarigacha, temirlarga joylashgan bo'ladi. Motorlari 800 vatli alyuminiyli motor bo'ladi akalar. Narxi $200 akalar. Agar xohlasalar akalar, motori 950 vatli misli motordan qilib beramiz. Narxi qimmatroq bo'ladi. Narxini 2.800.000 so'mga misli motorlidan qilib beramiz akalar buni. Alyuminiyli motorlar $200, ya'ni 2.400.000 so'm, misli motori 2.800.000 so'm. Vodiy bo'ylab dastlabkasi tekin holatda qilib beramiz akalar. Keyingisi 200 litrli mana 200 litrli mishalkalarimizdan bo'ladi. Ichlari ham keng qilib ishlangan akalar, ko'rishingiz mumkin. Buni motori 850 vatli alyuminiyli motor bo'ladi akalar. Narxi 3 million so'm. Agar buni ham xohlasalaring akalar, 3.600.000 so'mga dastlabkilar O'zbekiston bo'lib tekin 1 kilovatli misli motordan qo'yib berishimizni xohlasalaring akalar, shu videoga bitta like bosasizlar, podpiska bosasizlar va kommentariyaga obuna bosasizlar, sizga 3.500.000 so'mga dastlabkilar O'zbekiston bo'lib tekin misli motordan qo'yib joylashtirib beramiz akalar. Albatta telefon nomerlari 90 kod bilan 851 6884 nomerlariga bog'lanib turib, narxan kelishgan holatda dastlabkilar tekin holatda bo'ladi akalar. Keyingisi 220 talik mishalkamiz bo'ladi akalar. Buniki 950 vatli alyuminiyli motor bo'ladi akalar. Ichi ko'rishingiz mumkin, ancha keng qilib ishlangan akalar. Bu rama qismlari ham ancha baquvvat bo'ladi. Bu ham xuddi shunday akalar, ya'ni bunga ham agar 1 kilovatli misli motordan qo'yib berishimizni xohlasalaring, shu videoga bitta like bosasizlar, obuna bosasizlar va kommentariyaga omad so'zini yozasizlar. 3.700.000 so'mga 1 kilovatli misli motor O'zbekiston bo'ylab dastlabki holatda qilib beramiz akalar. Keyingisi 260 litrli mishalkamiz bo'ladi akalar, ko'rishingiz mumkin. Ichki qismi mana hozir ko'rsataman. Ichki qismi 3 talik bo'ladi. Qor beradigan temirlar 3 talik bo'ladi. Buni motori 1 kilovat 100 misli motordan bo'ladi akalar. 260 litrli eng katta mishalkamiz, ramalari ancha baquvvat qilib ishlangan akalar. Buni narxi qancha ukam deydiganlar uchun buni narxi akalar 4.200.000 so'mga O'zbekiston bo'ylab, O'zbekiston Respublikasi bo'ylab dastlabkasi tekin holatda uylangacha boradi. Dastlabkasiga 1 so'm bermisizlar, 4.200.000 so'mga qilib beramiz akalar. 1 kilovat 100 li misli motorliklar. Agar kim yo'q uchun mishalkada kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol 90 kod bilan 851 6884 nomerlariga bog'lansalaring, albatta chegirmali narxlarda qilib beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri, Marg'ilon sentrida, soliq va hokimiyatning oldida joylashgan akalar. Bundan tashqari motoblok va mini traktorlarimiz yetib kelgan. Bularning obzorini kanalga yo'llaring, to'liq obzorda o'qib berganman. Jonlaringiz sog' bo'lsin akalar. Rahmat. Like va podpiska bosib qo'ysalaring, bonusga ega bo'lasizlar akalar. Jonlaringiz sog' bo'lsin.